Vahima hujumi to'satdan boshlanadi. Yurak tez uradi, nafas yetishmaydi, bosh aylanadi, hatto hozir o'lib qolaman degan fikr keladi. Lekin eng muhim savol bu nima uchun boshlanadi? Vahima hujumining asosiy sababi bu to'planib qolgan ichki stress. U bir kunda paydo bo'lmaydi. Uzoq vaqt bosilgan hissiyotlar, aytilmagan alam, judayam kuchli qo'rquv, ortiqcha mas'uliyat, o'zingizni doim nazorat qilish, mana shular asosiy xavotirning sabablari hisoblanadi. Miya ma'lum bir vaqtdan keyin xavf bor deb signal beradi. Aslida tashqi xavf yo'q, lekin ichki bosim judayam yuqori. Shunda organizm qoch yoki kurash rejimiga o'tadi va mana shu holat vahima hujumi. Eng qizig'i shundaki, vahima hujumi bu kasallik emas. Bu tananing ortiqcha zo'riqishiga reaksiyasi. Uni faqat dori bilan o'chirish mumkin emas, chunki sabab ruhiyatda. Agar sizda ham vahima hujumi kuzatilayotgan bo'lsa, bilingki siz zaif emassiz va buning albattaki yechimi bor. Agarda siz ham mana shunday ortiqcha vahimadan qutulishni xohlasangiz, marhamat murojaat qilishingiz mumkin.